Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi videoyimizda mana yaqinda endi ko'pchilik universitetni bitiryapti, diplomlarini olyapti. Shu munosabat bilan D1 vizaga o'tayotganda shartlari qanaqa, ya'ni kimlardan ball so'ralmaydi va o'sha ball so'ralmaydigan o'sha bitiruvchilar qanaqa hujjatlar topshirishi kerak, shu haqida ozroq gaplashamiz. Aslida D1 vizasi juda keng mavzu, lekin biz yuqorida aytilgan juda bir tor doiradagina gaplashamiz. Demak, birinchi bo'lib, mana bu qismi aytilyaptiki, Gungne 대학 졸업 후 최초 구직 자격 변경 debdi. Ya'ni Koreyada universitetni bitirib, ilk bor D1 vizasiga topshirayotgan shaxs haqida gap ketyapti. Davom o'qib ko'ramiz. Gungne 대학에서 전문 학사 이상 학위 과정 유학생으로 졸업하여 학위 취득한 후 최초 구직 자격으로 변경하는 경우에 점수제 미적용 debdi. Ya'ni Koreyadagi universitetlardan birida eng kamida 전문 학사, ya'ni 2 yillik o'sha kasbiy ta'limni bo'lsa ham bitirgan bo'lsa va birinchi marta demak D1 ga topshirayotgan bo'lsa, shuni bitiruvchilardan ball so'ralmaydi. Yana pastda aytyaptiki, 최초 구직 체류 기간 1년 부여 연장 시에는 점수제 적용 debdi. Ya'ni bu talabalar demak D1 ga hujjat topshirishganda ularga 1 yil beriladi va buni cho'zdirayotgan vaqtda vaziyatga qarab ulardan ball so'ralishi ham mumkin. Xo'p, undan keyingisi 유학에서 구직으로 자격 변경뿐 아니라 출국 후 졸업일로부터 1년 이내 구직 사증을 발급받는 경우도 점수제 면제 대상에 포함됐다. 단 과거 구직 자격을 받았던 사람은 최초 구직 변경이 아니므로 점수제 적용됐다. Ya'ni nafaqat Koreya ichida, balki o'qishni bitirib chiqib ketgan talaba ham diplomni olgan kundan boshlab 1 yil ichida elchixonaga borib D1 vizasiga ariza bersa, undan hech qanaqa ball talab qilinmaydi. Lekin deyapti, oldin D1 ga ariza bergan bo'lsa, undan ball so'raladi. Keyingisi aytilyaptiki, yana bu ham talabalarga tegishli. Gungne 대학 졸업 한국어 능력 우수자 debdi. Ya'ni Koreyada o'qishni bitirgan va shular orasida koreys tilida bir ma'lum bir darajaga ega bo'lgan. Yana aytyaptiki, Gungne 정규 대학에서 전문 학사 이상 학위 취득 후 3년이 경과되지 아니한 자로서 사회 통합 프로그램 4단계 중간 평가 합격자, 사전 평가 5단계 배정자 포함 또는 한국어 능력 시험 토픽 4급 이상 유효 성적표 소지자 debdi. Demak, bu yerda aytilyaptiki, Koreyada eng kamida 2 yil bakalavr diplomni olganidan keyin hali 3 yil to'lmagan shaxs sifatida Saxiy ta'lim programmi, ya'ni KIP ni 4-darajasini o'qib tugatgan, imtihonlardan o'tgan odam yoki sajon pyonka degan narsa bor, ya'ni pretest deydi, oldindan test topshirib 5-darajaga qo'yilgan odam yoki topik tur darajasi bo'la turib o'sha darajani muddati o'tib ketmagan shaxsdan demak D1 vizasi topshirayotganda ball so'ralmaydi. Xo'p, yana bu yerda aytilyaptiki, 고등교육법 제2조 제1호부터 제4호에 해당하는 대학 debdi. Bunga xavotir olmasanglar bo'ladi, chunki chet ellik talabani o'qitayotgan deyarli hamma universitetlar, kollejlar shunga to'g'ri keladi. Yana pastda aytyaptiki, 한국어 우수자는 학위 수요 일로부터 3년이 경과하지 않는 경우에만 특례 적용 가능하며 학위 수요 일로부터 3년이 더가 된 자는 일반 점수제 적용 debdi. Ya'ni albatta 3 yil ichida topshirish kerak, o'shandagina ballik tizimdan ozod qilinasiz. Agar 3 yildan o'tib ketsa, yil qatori olinish ball demak so'rashi mumkin. Pastdagilari bugungi mavzuga biroz aloqasi bo'lmagani sababli bularni balki keyingi mavzularda yoki D1 bo'yicha bir kengroq suhbat qilganimizda yana gaplashishga harakat qilamiz. Shu ikkita tur haqida gaplashib oldik. Endi shulardan qanaqa hujjatlar so'raydi? Endi ko'pchilik aytadi-ku, birinchi topshiryapman, masalan, bankshat qilish kerakmi, qilmasligi kerakmi, nima kerak, nima hujjat kerak? Demak, topshirayotganda shuni hujjatlarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, boya birinchi aytilgan universitetni bitirib Koreyada hali 1 yil bo'lmasdan ilk bor D1 olayotgan odamga nimalar kerak? Shinjongso bu o'sha immigratsiya ofisida ham bo'ladi yoki internetdan olib to'ldirib borsangiz ham bo'ladi. Rasm 3,5 ga 4,5 bo'lishi kerak. Oq fonda bo'lishi kerak. Kostyum shunday shart emas.
Undan keyin pasport nusxasi, pasportni o'zini olib borishingiz kerak. Davlat to'lovi bor. Viza to'lovi 120 ming. ID karta ham menimcha 35 ming bo'lsa kerak. Yana eslashimcha pochta xizmati ham bo'lsa agar unga ham 4-5 ming to'laysiz. Shunga hisobini olib, naqd pul olib olganingiz yaxshi. Shuning uchun sabon debdi. Shaxsiy tasdiqlaydigan hujjatni ham nusxasi. Ba'zilar so'ramaydi, ya'ni pasport bilan ID kartani o'zini bersangiz bo'ldi, o'zi bilib nusxalab oladi. Ba'zi xodimlar borib nusxalab keling deydi. O'shaning uchun nusxalab borgan yaxshi. Koji holdan kebek debdi, ya'ni ish izlash rejasi to'ldiradigan anketasi Haykoreya saytida bo'ladi. Olib oldindan to'ldirib borsangiz, u yerda vaqtingiz ketmaydi ortiqcha. Gongне 정규 대학 전문 학사 이상 학위증 debdi. To'g'ri chorab 증명서. Diplomingizni olib borasiz yoki bitirganligingiz haqida sertifikat, ya'ni chorab 증명서. Chereje uchun so'raydi debdi. Chereje uchun so'raydi, bu uy shartnomasi. Agar uy o'zingiz nomingizda emas, balki bir do'stingiz, tanishingiz nomida bo'lsa, unda do'stingiz haqiqatan shu odamga uyimni joy beryapman deb xat yozib berish kerak. Uni shabloni Haykoreya saytida bor. O'shani olib yozib bersa bo'ldi. CJB uchun chechilmanje debdi. Ya'ni bankshat qilish kerak emas degan. Keyingisi Gongне 대학 출신 한국어 성적 우수자. Koreyada bitirgan universitetda hech bo'lmasa kollej 2 yillik o'sha kasbiy ta'limda va bunga 3 yil to'lmagan shaxs sifatida koreys tilida bir darajaga ega bo'lgan shaxs. Qanaqa darajaligini tepada aytdik. Hujjatlar ham tepada aytilgan bilan bir xil. Faqat bu yerda siz til bilishingiz haqida sertifikat olib borasiz. Qanaqa sertifikat? Ya'ni tepada aytilgandek, Savidowa program 중간 평가 합격자도는 사전 평가 debdi. Ya'ni 4-darajani bitirib imtihonni o'tgan yoki oldindan imtihon topshirib takson 1 ball olgan yoki topik 4 darajasi bo'lib, o'sha darajani hali muddati o'tmagan. Qolgan hujjatlar bir xil. Faqat o'sha til bilishingiz haqida hujjatni qo'shib borasiz. Vizani uzaytirayotganda Gongне 대학 졸업 한국어 niyoq usuja debdi. Koreyada universitet bitirgan va boyagi yuqorida tilga olingan koreys tili sertifikatlaridan biriga ega bo'lgan shaxs ariza yozadi vizani uzaytirishga. Rasm shart emas, pasport nusxasi, vizani uzaytirish uchun 60 ming to'lov, onlayn bo'lsa 50 ming. ID karta nusxasi, ID kartaning asl nusxasi ham bo'lishi kerak albatta. Ish izlash bo'yicha reja tuzib boradi va yashash joyi haqidagi hujjat. Yuqorida aytilgan til sertifikati hech narsasi yo'q odam birinchi marta D1 olib bo'lgandan keyin undan ball so'ramagan bo'lsa ham, demak keyingi safar vizasini uzaytirayotganda undan kamida 60 ball so'raydi. D1 viza ancha keng mavzu, lekin bugun shu hademay bitirib kelayotgan talabalar uchun ularga D1 bir vizasi juda bir oson usulda beriladi. Shu haqida gaplashdik. Keyinchalik D1 haqida umumiy bir kattaroq suhbat qilishga ham harakat qilamiz. D1 asl turlari, bir necha turlari bor. D1 1, D1 2, D1 3. Yana yangi turlari ham chiqqan. D1 T turlari chiqqan. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.